Okay, girls. The next letter is qanday harf ekan uni? J. J harfini yozaylik. Qanday ko'chib ketdi? J harfini so'z bilamizmi? Qanday harf? Qaysi? Anavi. F. Flower. Bilan yozmaymiz, u uydan yozamiz, ya. Jump. Very good. Молодец. Jump degan yo'q? Sekuru. Jump. Aha, soq degan qalay bo'ladi ekan? Jumpy. Juice. Так. Okay. Good job. Endi hozir men senlarga harfni ko'rsatsam, senlar bo'lsanglar, uni menga ataysizlar. J. J. Qanday so'z bor? Jump. Потом juice, ya, soq. Qanday harf? Qanday harf? H. Uning ati H. Ya, H debasini beradi. H. Qanday harf so'z bilamiz H harfini? House. Yo'q, ha emas. House. School. Да. V. Van. Vase. Ya. D. Dog. Daddy. Daddy. Dad. F. Flamingo. Flamingo. Flower. Flower. Flag. Very good. Flag. Good job. Осы сөздерді